Multicraft tomonidan yangi ochilayotgan Samili School xususiy maktabida zamonaviy qurilish hamda rekonstruksiya ishlari jadal davom etmoqda. Manzil Qodma markazida O'zbekiston binosining 2-qavatida joylashgan. Loyiha doirasida santexnika ishlari yakunlandi. Elektrika montaj ishlari bajarildi. Kafer ishlari tugallandi. Sandwich panellar bilan shir patera qismlarini izolyatsiya qilish amalga oshirildi. Hozirda devorlar dekorativ panellar bilan qoplash ishlari olib borilmoqda. Maktab uchun chiller tizimini o'rnatishga qaror qildik. Bu tizim gaz bilan emas, suv bilan ishlaydi. Sovutish jarayoni tashqi qurilma chillerdan boshlanadi. Chiller suvni sovutadi. So'ngra asoslar yordamida sovutilgan suv quvurlar orqali bino ichidagi fankoylarga yuboriladi. Fankoylar esa xonalardagi havoni sovutadi. Bunday tizimlar asosan katta va ko'p qavatli binolar, savdo markazi, mehmonxonalar va maktablar kabi yirik obyektlarda qo'llaniladi. Har bir detal sifat va ishonchlilik asosida bajarilmoqda. Maqsadimiz Samili School o'quvchilari uchun zamonaviy, xavfsiz, qulay ta'lim maskanini yaratish.